Rahmat aka. Rahmat, cho'ntakka solib qo'ymaydi. Oddiy ishga pul so'rayaptimi? Odamlarning ko'zini pul ko'r qilyapti. Xullas, siz meni baxtli qila olmaysiz. Ko'zingizdan ma'lum. Qanaqasiga bu haromdan qo'rqmaydi odamlar boru? Qanaqasi? Xudo xolasa, normalniy uchib beradi. Davay. Ay, Uyda ham shu ahvol. Ilhom aka, akamdan pul olgandim. Nimaga olasan? Ha? Nima aytsan senga? Ay, nima masalan bu xolayapsanmi? Sizni qo'lingizga qarab o'tirishim kerakmi? Ba'zi bir kasalxonalarda-chi. Ikkinchi qavatda onam yotibdi, hali shifokorlar. Mayli qara, navbat bilandi endi. Navbatingni kut. Xullas, o'rtoqlarning ham o'rtasiga pul tushadi. O'rtoq, mana qarzi borlarni qarasang-chi. Ichida sen ham borsan. Navbat Qarab o'tirishim kerakmi? Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi, yo'qmi inson qiymati? Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi, yo'qmi inson qiymati? O'ylab qolaman o'tkinchi olam, mol dunyoga buncha och bu odam.